Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum. Krasnodar Toshkent, Rostov-na-Donu Toshkent, Saratov Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Gelenjik shaharlaridan, Mariupol, Donetsk, Lugansk shaharlaridan bizning avtobuslarimiz orqali vatanga qaytishingiz mumkin. Rossiyskiy raqamimiz +7 965 049 69 69. O'zbekiston raqamimiz esa 99 kodi bilan 314 0676 raqamlari orqali bog'lanib, o'zingiz uchun joy yozdirishingiz mumkin. Dokumentida muammosi bor vatandoshlarimizni ham muammosiz olib ketamiz. Sizlar ham bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar aziz vatandoshlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Tanlovda adashmanglar, eng ishonchli hamda sifatli xizmatlar bizda.